Ne? İsip bakmak tükenme. Aylım mı koşulap gitti. Ballırım vuruştan toxtadı. Bir aydan ki bu adamın takdirini özgürletti. Düşünün alamayın. Qara şunda. Ma ruh neslep, qo'rqab turib ba'daysizlar. Men ko'rib turib ba'dayman. O'xshamayman ishimizmi? Masalan, qo'rqab yo'q desek satram. Men yo'q deb yashaganman. Uzun muddat men yo'q deb yashagan. Tushuna olmayman. Men tepish uchun avval yo'q deb yetishim kerak. Yo'q deblan. Men shu nurg'un narsani noldan boshlab o'tgan cho'nom. Yo'q, hech nima yo'q. Xudoyim yo'q deb yashaganman. Anda ruhni topgandan keyin psixik gunohda holat boshqa mening bilishim bilan sizning bilishing o'xshamaydi. Tushunami? Menda ko'rib turibman, ko'rma tomchilar men deyman. Deysizlar menda. Shunga ham ruh ilmiga nisbatan olib aytgan vaqtda minnatdorlikni faqat bir oydan yoki 3 oygacha qilib baqsanglar, rost degandek turmush nima bo'ldi desa, o'ziga nima bo'lib ketdi ekan? O'zgarib ketdi. Bu ruhning nimasi ekan birinchi qan. Ikkinchisi. Hamda Şüreş degan bor-ku. Men biz halit yashab boramiz hozir. Hozir so'zlayman. Bizda ama hissiyatni ifodalash yo'q bizda. Bizim azradan bunda Urumchida. Shunda kuldig'ash qismi Manda qishdan men ketib berib mashinada kirishdiman. Ba'zan qodish qilib tushdi. Yiqilib, yaman eg'ir gunoh qilib o'tgandik. Voy yaman chiqib ketdi men o'ylab qodish qilib tushdim. Oshundan numus, betnum kulishdim numus kelsa. Ko'nglim bulashdim texnobus kelsa. Hozir adam bunda yashagan bo'libdi. Ruh ilmining ikkinchisi dalmay so'zlaydigan narsa. Nimani bassam shu cho'ngiydi, tushuna olmayman. Birinchi nima dediksan, nimani diqqat qilsam shu nima qiladi? Kengiydi. Ma'noda nimani bassam shu nima qilib ma'nodan kuchaytman. Meni dadamning ismi Qurbon. Qurbon nima demayli? Meni tug'ilgan kunim 9 oyning 5. 10 sekund vaqt bermay unutib ketdim. Unutib ketdim. Unutdimmi? Men mush bana kuzu chirib olsam unutib ketdimmi? Yerim uchun pif bo'lsam unutdimmi ya? Unutgansiz. Bu nima desa, unutmayman degan so'zim. Chunki o'ylaydi. 9 oyning 5 unutib ketay. 9 oyning 5 unutib ketay. 9 oyning 5 unutib ketay. Men hayron qoldim. Bunu unutib ketay degan so'z nima qildi? Psixologiyadagi intentional paradoksiya degan shu. Maqsad paradoksiyasi diyet degan shu. Nimani bossam nima qilmoqdi ekan? Shu uchun. Biz ancha o'tganda tishim bor. Qattiq yutaman deb basam g'ujjul qilib ketdilik bijimini. Fukam ma'no bilan men og'riq chidmayman. Narkoz qilinglar, sen narkoz qildi. Narkoz qilib g'or, resmim og'rimidi. Xo'sh bo'ldimmi? Matepim narkoz. Xo'sh bo'lib, bu yerdan chiqiblar polo edim. Mening og'riqimni to'solgan bilan polo yeyish jarayonki huzurimni to'sib turdi. Tushunamizmi? Yilg'o polo yeb qolibman, muhabbet qilib qolsam taqimcha taqdi. Nima? Bu yer yorqin nuqta nima desa? Yorqin nuqta var mı yerde? Nima bo'lsa? Azobni sizlar cheklab aytsanglar, bir neribdan chiqadi. Xushallik nima bo'ldi ekan? Ba'zan shundoq yig'ilsa kelsim yig'lamaydi. Shunlar xushal bo'laman deb nima qilolmaydi ekan? Xushal. Nimani bassam shu uchun. Nurg'un odamlar o'zining qalbini tasvirlab bermaydi. Mendan bema'ni savol so'raydi ba'zida. Ma'lum siz nima ishni yaxshi ko'rasiz deb kulib ketaman. Buni rost javob bersam yaxshi bo'lmaydi, qamashmaydi. Endi kitob ko'rish desammi bo'ladi.
Ama yaş bulgan narsalar ham yomon jaq insonni yaş bulgan narsa. Ama buni digil olmaydi. Mesela men shu o'burnida o'tag'ach 5 ni o'ynash yaxshi. Ama digil olamdir, shunami. Endi biz men bu davrimi nurg'un odamlar o'z hissiyotini ifodalamaga tushunib o'tamsizlar. Bu yağlı bulab, azapçı. Azaplab o'sha bes en oxirida nimga aylandisa, sınıf kontrolü qilgan sirtsiz bir narsaga aylandi. Masalan, yig'laydigan vaqtda yig'ilsam bo'lmaydi yoki azoblansam bo'lmaydi deb boshqa odamlar uni shu vaqt kontrol qila oladi, ammo bir mezgil kelganda bir yig'lab etgan bor deydiganlar bor. O'zimni qo'yib bir yig'lab baqsam deb aroq ish paqidi yig'layolmaydi. Daq paqidi yig'layolmaydi. Yig'layolmay saranglab ketgan chiqdayman. Men qo'limda kisheli bor. Yig'lasa saqiydi bo'lmasa, yig'iltammatgan deydi. Chaqchaq majma? Yig'lasa saqiydi ketdi. Yig'iltammatimiz. Nemish qolsa biz kichik vaqtimizdan boshlab bunday hissiyotlarni biz ota-onamiz besib etgan. Yig'lagandilar, uxlata. Bu yig'lashqimam to deyman. Yig'lashqim yo'l qo'yma. Xushal bo'lib tiqillayotgan kino to'qibsi deb ota-onalarimizdan bolalarda bu hissiy xo'rlash degan mushuk, hissiy xo'rlash degan hissiyotni his qildirish nima? G'arbliklar buni bilib qolg'achqa yig'laydigan vaqt yig'lab ifodalab numus qilmaydi. Xushal bo'lgandim u shundoq chin bir xushal bo'lib ketadi, chiroy ifodasi yaxshi. Bizning uchun shunday. Bir odam deganda bu hissiyot bo'ladi. Bu nurg'un odamning ish qilsa hissiyot. Har qatim sizlar jiddiylashmayman degansiz jiddiysizlar. Boston olma jiddiysizlar. Qo'rqmasam bo'ldi, qo'rqsizlar. Siz turibdi. Ko'nglingiz bir yerim qilaman. Yerim qilaman ko'nglingiz. Yerim qilib degansiz ko'rgandi. Ama yerim bo'lgandan yerim qilma degansiz yig'lab ketadi. Şu amalak başkalar teselli bergen vaqtda ko'ngil yerim bo'ldi, yerim qilma demanglar, tushunolmas. Degansiz yerim bo'lib ketadi. Qanday o'z qo'shilib ketdi desa, ma'lum odam masalan qizlar uchraydi-ku teselli berish. O'g'illar asosiy yushurdi. Odatda odamning oldida ko'ngil yerim qilmaydi, yig'ilmaydi, u burni yig'laydi. Endi men deyman, shu o'g'illarda ba'zi psixik masalalar kelib chiqadi. Qizlar bo'lsa buni ig'ramaydi. Chunki o'g'il bola yig'lash haqorat deb biladi. Yardım turash haqorat deb qo'yib. Men yig'lam kelsin. Hissiyotchim yig'lam, kulgim kelib kulayverma. Qizlar bo'lsa qizlarda dal bunday ifodalash bo'ldi. Nurg'un qizlar xato tasalli bergansa do'stlarga yig'lama demay unalar. Yubaga yig'lar desang ham bo'lmaysa, yig'la deb hammaga. Yig'layotgan ishni deydi emasman, manda bo'ldi, anda oldu degandan sizlar o'ydirib chiqsizlar, ada. Men umumda mehr kunda qoldi. Deb sizlar texim datib qo'ysanlar, o qizlar sizga tasalli beradi. Mena bilan o'tgan bir bor ketdim mundoqlab ota-onam ochishib ketib, men dadam boqma, apam shunday. Efkam, meni kichik vaqtimda dedim. Birsi taqqa chiqib, mundoq Qirg'izlar rayonini berib, men biriktirdik ashtalar. Bir qoch nimaga? Kepek demedi, guruch dedi. Shuni men aşağıda cho'ng bo'ldim, keyin 3 yosh vaqt ota-onam tepkilib, men har kuni shunda turbug'i bog'lab deb degan desam, mollar ko'ngil yerim. Şuna nimani bassam, shuni qilgan kuchiydi. Hal qo'y sun deb birmanman. Bu psixolog, ma'lum nurg'adam psixologiya deganga jiqaygansiri, ba'zan xato ishlayapti. Ba'zida shunda ko'ngil yerim bo'g'iz kezim, ochiqlangiz kelgan vaqtda, men psixologiyaga kelgan nima ochiqlamay deb turaman. Bu kayfiyatdan shashtab deb o'zim bunda emas. Bu yakmasa ochiq kelganda bir ochiq kelganda ochiqlanmaslik cho'ng tariq qilganda cho'ng tariq qilmaslik o'xshash. Men o'zi ochiqni besbelama demayman. Hatto ochiqlanayotgan vaqtda, ochiqlanayotgan titan tumur dedik emasmi? Oshning manbasi bo'ladi, tarjimaning xatosidan. Tushuntamsan-ya?
Nurg'unlar amaliyotda boshlardan anglash xohlamaydigan gaplar bo'ldi. O'zing to'yin qilish psixik bo'ladi. Hammadan meni yaxshi ko'rmada deysizlar. Shu narsa oshkorlanib qolgandek turgan vaqtlar ularni nima qilgansizlar? Ochiqlaysizlar. Bayatın degandek. Biz ochiqlashni basmaymiz. Barbara tarjimani yaxshilab nima qildik ekanmiz? Tabiiy ochiqlanmaydigan nima bo'lamiz. Tushunamsizlar ya? Mana aragan olishman mana yo'lni. Men odam ochiqlanmayman. Bu ochiqlanmayman dedim, ochiqim kelganda psixolog tug'an deyman. Men unda emas. Ochiqim keldi, qo'paq urib chiqdimi sizlarni? Abi kelmaydi ochiqim. Nima ish qilsa tarjimam yaxshi. Nimam yaxshi ekan? Tarjima. O'tganda mashinamni to'xtaman deb bir ko'mibdimda bir hozir Urumchida hammaga tümül bisikletga aşağı canını soqoldi. Az deganda 2-3 ming ziyon. Mashin to'q Samsung qilgandim, do'stim bor. 3 yilda Samsung chiqdi. Sen mau degan mufda qarab, ordash hamda qanday qilamiz debdi. Nimani qanday qilmoqsa mashina olib, music elib hamda ashbarimiz degan Samsungda. Na, aytdi gunohkorlik qilman dedim. Men mashina olganda so'qmaymi deb ammaga. 3 kun so'qimi deb olgan bu. Shu kun bugunki bugun so'qilibdi bu. Mayli emasmi? Dedim men buni. Inson ondan qolishib o'tdi. Yana bir kun ketdi. O'zim mashina qishliq choq olmasdimmi dedi. Nim bo'ldi desa qishliq choq olmasdimmi olmaydi. Meni bir ishim bo'lmaydi desa. Bir haftadan keyin o'zi qishliq choq olmasdimmi degan so'qibdi. Alqarala mashinadan qishliq choqni olmasdan sabab nimasi? Ansizlik borligida. Tushunamsizlar? Shu so'qiman deb aytgan gap. Menda ana ansizlik. Men hozir so'qib boqmadim, u 2-3 kun so'qib. Men besh emas, keyp chiqirib beringlar, tushunolmayman. Ammo har qatim ochiqlangan vaqtda fursat foydalanib bundan. Men nima ochiqlanmamush, ochiqlanishimiz zan nim sabab bo'ldi? Uydan tadqiq qilsanglar, bir yara nim qildi ekan? O'shildi. O'tganda Undidarda bek yaxshi gapdim jandim men. Yaxshi bir maqol tamsil. Mushuni siz Uyg'ur maqol tamsiliga kirgizib qo'ysangiz bo'ladi. Shuni deyman va Uyg'urlar aqllatdi. Yer ijod qilibdi. Bu maqol tamsil nimasi? Dunyoda ikkitasi. Birisi masalan xo'shlashmoqda, birisi munchida shanko kiymoqda. Ma resmi no'sh maqol tamsil. Siz o'ylanglar. Ham munchida shanko kiyishni tashlashimiz endi bishimiz deb isbotlab yurmaymiz. Masalan xo'shlashmoqni ishtas. Men o'qimaydi. Chunki nurg'un odam o'zining hissiyotini tushunolmaydi. Yushuganlik uchun ko'pincha vaqt ifodalamay burun tiq bo'lib ketadi. Maso'g'anda cho'sa kichik men quluplangan bilan cho'ngning hissiyot faktorlari ichilib ketib, tushunolmayman. Desam bo'larmi, demasam bo'larmi degan yerga quluplanib ketgandan keyin o'zini butunligini qildi ekan ifoda qildi. Endi masala paydo bo'ldi. Ishkanlar do'st bo'lish, ishkanlar. Mushk qiz do'st. Ma qiz bir imtihonga qatnashmoqchi. A qiz endi imtihonga qatnashmadi. Ishqsa qancha yaxshi do'st bo'lsa-mu, ma qizda hasad bo'ladi, tushunolmayman. Ya oğlum bana Xudayım belki hissiyat bu esat degen. Buludu ma hissiyat bulaş bu hatalık mesele olma. Buludu esat kılıdı. Hatta oylaydı. İntanda ütenmesini oylaydı. Oylaydı meyli. Oylasın meyli cima normal. Nurgun şu yakın dostu şu manda hissiyat geldiğinde uyemi hasad qilib o'taman yaqin do'stimga bo'lmabdi bu. Hasad qilmasdim kerak degan sirasi qo'zg'alab, imtihonda o'taymiz-da, shu kun bir ash to'lab qolsaydi, ya tavrab kelsaydi. O bulida ma bu tushunolmay bastimi o kuchiydi. Bu qizcha buni ifodalamay. İfodaladimi? Erkekka aylanib ketadi. Erkekka aylanib ketib, yenik bo'lganda qo'qab ketib bu vasiyatni. Ma qizdan kirishib qaradi. Aksi bilan kirish qilishma. Nima deydi o'sa? Yaxshi tayyorlab qilishmadi. Chuqur yaxshi tayyorlab qilsang, gambirini tayyorlab olsa, mana qilsa, u kuni yatarib qolmasa-da. Yenik bo'lganda aksini ifodalaydi odam. Masalan, men odam o'zi ifodalamagan narsani boshqa do'ngga bunday aksini ifodalaydi. Masalan, men qo'sqim og'rib ketgan bo'lsa, men balo deyman. U buni ko'ramsa, deb qo'yaman. Xudoya, men deb u buni ko'ramsa deb qo'yaman. U degan men baraman degan gap. Buni u buni ko'ramsa ma qiz yenik bo'lganda ani kirishib oladi odam shu qo'rqib ketib. Egri bo'lganda cho'sa, mana hasad erkakka aylanib hamda ma qizga hamda plan, suiqasd planladi. Shu odamsa
Yakımız gap sözde hunipleştirdi, yakımız şu gün bir amal kılıp ya çeyği bir kit sürüş doğru televizyon iş kılıp bir amal. Erkek aylandı mı ahlak, şöyle mı? Hissiyat işini bulmayıcı mı? Bu olsa deyvitiş gerek, adaş. Esat kılıp atımen dediniz mi? Erkek kuyap durdu, huflu deysiz. Bek muyum? Olimlar mundaq bir tajriba var. Ikki guruhning ariflar, ma guruhi dedi, silmish o'tmishing yuz bergan yaxshi ishlarni yozib chiqinglar dedi. Maylar dedi, o'tmishing yuz bergan nachar ishlarni yozib chiqinglar dedi. Sizda faqatlar qaysi xushal bo'ldi? Olimlar mushulni chuqum xushal bo'ldi degandi, tushunalama. Amaliyotda dal mal xushal bo'ldi. Nima ish qilsa malani yaxshi narsani yozib yurib, nima deb qoldi keyinsa nachar narsani. Bu ne laka kala helak iş köşüydü var ne? Bulaşı köşüydü dikende. Malı çoğusu an yezibet keşke yaxşı nesli kaldı ki. Şuna kallanlar naçar nesli olsa diyebitinler kınmaysılar. Yaxşı nesli olsa dimenler. Disanlar kınmaysılar. Sen anlıyor ya? Abek boyunca mı? Yaxşı nesli olsa saklap kalanlar köşüymez. Naçar nesli olsa diyebilsen bulardı. Şuna haset buluş. Kanca yakın dostum bulurdu cima bu. Dostum deysler, haset kılıp atımada degendiken ama hoş buldu. Hoş buldu. Sıldı mı an deyip etkenlik onun için nim kıldı ken tüvelli. Son bazı yakın dostum ben kürep baksam ben balladı bakken bunda dostlar. Bir vas devirdi ken. Bu yaxşı ahval. Nurgun adam demegen bilen çoğduysa bu nim dep oylaydı ken mi? Men bundan roy keselge aynıp ketken bir altın depirmen bir kesellikni. Bir kız bala bilen kürşep kaldım bu kız özü şundaq hamda bir nachar yaşap kaldı. Şundaq bir hamda qutqazıldık. Siz yaşap kalganda bu kızdan men her qanday qaldımni, arqam dunyoda men xatolik yo'q deyman. Faqat bunda foydasiz qarorlar bo'ldi. Tushuna olaman. Nurg'adan tillaydi amandaq ma'rif hukm qilmayman kishilarga. Har qanday odam yaqin tortaman. Bu qizdan bir kun qaralashib qoldim men. Qaralashib qoldim. Bu qiz qanday o'labdi desa, bu qizning inisi o'lib ketibdi. Inisi o'lib ketganda bu qizda xushallik kayfiyat paydo bo'lib qolgan. İnis ölse xushallik qolgan. Bizcha o'zi odam emasken deymiz ku, bu qizga o'xshashlar odam emaskenman degan tushunaman. Bayatdan qonun bo'yicha men inim o'lib ketibdi, xo'sh bo'laman-ku dedimi? Odam emaskenman dedimi? Odam emas yashaydi. Tushunamsizlar? Endi men bu qizni psixik analiz qildim. Balliq davrini surish qildim. Natijaning chiqdi desa, asli bu kız kichik vaqtida inis tug'ilgan vaqtda ota-onasi butunlay inisiga vayda, bu xatolikchi qildi ekan. Cho'ng bo'lgan sir uyanchiq talashib qolsa-mu, talashsalar, bu qizning uyanchiqini kichik inisiga gapirdi ekan. Shu kichik vaqtda inim bo'lmas shu debdi ekan. Har qanday bo'ladi bo'cha, inim bo'lmasken degan bir tuyg'u bo'ldi, sibling enili. Ama ifodalaganda uni ki cho'ng bo'lganda rost degandek inisi o'lib ketganda, heliq ifodalamanga hissiyat nim bo'lgan gap. Bunu bu kız men mushunda o'ylamdim, men nimish bunda hissiyat bo'lib qoldi deb, hissiyatdan qo'rqib ketib, tushunatamsizlar? Shu har xil hissiyatlar keladi, har xil o'ylar keladi, har xil buninglikqa sizlar bizmi men gunohkor ekanman deb o'ylayapmanlar, tushunamizmi? Men nachar odam ekanman deb o'ylayapman. Mening xiyolim kelgan xiyoldan ko'rsam qo'rqib ketisizlar. Ammo bu hissiyat ishdan bo'lmaydi. Bu nimaga aylanib ketmasa bo'ldi ekan? Shu asab anda holatda bo'lsa hech nima bo'lmaydi. Ammo buni harakat qilib, oning oqidan gap topsaq nima bo'lmaydi ekan? Bu qamlashmay qoldi. Tushunamsizlar ya? Shuna bu basmanglar. 9:25 unutib ketay demanglar. Unutmaysizlar. Jiddiylashganimni basay demanglar. Siz jiddiylashgan bo'lsangiz yaxshi bo'libdi. O'tganda men mush xushallik formulasi degan leksiyani so'zlab aytganda bir jutda bir ko'zamchir bo'libdi. Siz mush xushallik formulasi degan so'zlar aytibsiz. Qaqib juronjima. Bo'ldi. Chiqarib ma'lum deb jura. O'zi nimaga dekatim deb bilmamsa. Siz xushallik formulasi so'zlar aytibsiz. Men sizni mush qopulab qolgan vaqtingizni ko'rmayman men deydi. U o'ylab qopti. Men cho'mdan xushal yurishim. Doim xushal yurgan odamning yolg'on. Tushunolmay, o'zing besimga kirib oldi. Men dedim, ikki xil odamda hissiyat olmaydi. Birisi o'lgan odam. Yanisi ro'y kesildi. Shunisi jiddiylashgan bo'lsanglar, xo'sh bo'lsangiz bo'ldi. Bu sizning birisi o'lmaganlik oladi ko'rdi. Yana birisi sizning saq odam. Ro'y kesel emas. Hissiyat qolmadimi? Bo'ldi.
men to'shapdim deb darhol meni izlasang bo'ldi. Shu anda hisoblab kelsa, bunini qo'qab ichib olmaydi, bassa olmaydi. Endi ba'zilarni unutib ketsam keyin deydigan ba'zilar. Masalan, ba'zi qiz bolalar, ba'zi o'g'il bolalar muhabbat olib kelsa, kelmaydi deydiganlar. Mana nima bo'lsa unutib ketsam men qiz bolaga to'g'ri tushunaman. Qiz bolaning biologiyalik nimasilar mana shunday bir ish bor hamda. Qizlarning odatda nima soladigan selinmasi kuchli bo'ladi oilaga. Shuni ular aldirab bir odam yaxshi ko'rsa, ikkinchi odam o'ylashmaydi. Ammo o'g'illar unday emas. O'g'illar har qanday ma'ni bilan berishadi. Qo'rqganimda to'y qilishmaydilar. Ana bilan bir to'y qilib bo'lma qasam degan ikkilandimi? Oxir yenib ketadi. Ammo qizlar o'g'il bolam to'g'ri bo'lmaydi. Yaxshi ko'rdi kelsa, jimni so'zlab unutib kelsa. Rasman desam, undan men bir unutib qo'yayman sana. Sen shaktik refleksiyani bilamsan, sen bilmaydi. Undan sen bunday qilsan. Shu unutmoqchi bo'lgan odamning sen rasmini tepib, uni po'qchilab. Ashine mushu buning puraydigan yerga ikkilib olsa. Aşağıda refleksiyonu musun? Qaraysa öyle, ey derse. Bak kuçunu köyge değil. Ben de uçuk oldum. Kulüp ketdik. İkinci bir tek bitirdik. Demek unutayman deb turibmanlar, tushunolmi? Mayli, asasi bo'laverdi. Unutayman dedim, men nima qilib keyin kuchibman. Asas bo'laverdi. Hem bu narsalarning nurg'unligini yashirmasi bor. Hamda Paul Coelho nima degansa, Paul Coelho mavzuning 11 minut degan asrda to understand love. First you got to understand freedom degan. Sen muhabbetni tushunishdan burun erkinlikni tushun degan. Tushunolmi ya? Nurg'un qiziqarli o'tib muhabbet monopollikdan derak berdi, erishishdan derak berdi. Amaliyot muhabbet deganimiz erkinlik hisoblanadi. Shuni aytamsizlar ya. Shakespeare bu vaqtda nima degan desa, true love. You can understand true love. First let him go. Tushunolmi? Uni qo'yib ber. Ketib boqsin. And see, ko'rib boq. If he comes back. Qaytib keladi, kelmay mushdan qara. Sen doim tutib olsang, uning qo'lini qo'yib bersan, qaytib ketgan kelmayganini bilmay qolsan. Shuna let him go. Tushunolmi ya? Qo'yib ber. U ketib qaytib kelsa, that's the true love. Haqiqiy muhabbet shu degan. Shuni aytamsizlar ya. Ham bugun kunlik shu desam, bu ham nurg'un nimalar bor sizlarga. To'g'rilikcha so'zlab ketsak yaxshi olmaydi. Meyli sizning shu uyg'unishingizda bo'lsin, meyli muhabbatingiz bo'lsin, nikohingiz bo'lsin, ishkilangan har qanday odam oqidajiydi. Shuni aytamsizlar ya. Endi mening darsimning kulminatsiya punktiga chiqaman. Kulminatsiya nuqtaga chiqaman. Hayot men dastlabki bir gap bilan boshlagan. Beijing men 3 narsani direkt berdi deb tushunolmi ya? Starbucks ichima, e'tiborman. Zarani chidaplanmay iyad biz vakin. Berib bitirib etdim, kitobnim ep bo'ldim, Starbucks qoldi. Oxirgi bir gap dedim, hayot nimadan direkt berdi? Eng oxirgi men dal hayot to'g'risida. Hayot degan zot nimadan direkt berdi?